Tavuzdaki T. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. T. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. T'ning beshidan ulindigan shakli. Misol: to'shqan. T'ning bosh va oyog'idan ulindigan shakli. Misol: kaptar. T'ning oyog'idan ulindigan shakli. Misol: it. T'ning ayrim shakli. Misol: put. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. To'shqan T harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kaptar T harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. It T harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Put T harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. T A ta at tat A ta ata ta na tana. İnaq to'shqanlar. O'rmonda bir tulki bor ekan. U to'shqanlarga zodla aramchilik bermabdi. Bir qeri to'shqan to'shqanlarni atrofiga yig'ib, "Qarindoshlar, biz ko'p, tulki yolg'iz, shunga hammamiz birlashib tulkini qo'rqitib o'rmondan quvib o'tayli" debdi. Ular o'rmon ichiga mo'kinib turib, tulki kelganda hammasi birla vaqtda "Yo'qol bu yerdan" deb vaqirishibdi. Tulki qo'rqqandan o'z-o'ziga: "Voyjon, bu yerda bir yirtqich hayvon bor o'xshaydi. U meni yemoqchimi nima? Ya Allah, uni ovozi nima degan qo'rqinchliqa?" debdi-da, bu yerdan qochib ketibdi. Shuningdan keyin tulki bu o'rmonga oyoq bosmas bo'pti.